Yer bir qaraganda ulkan va tuganmasdek ko'rinadi. Biroq sayyoraning bor yo'g'i 29,2% quruqlik tashkil qiladi. E'tibor bering, bu quruqlikning ham faqat 50-55% qismi insonlar yashashi uchun yaroqli hududlar va qariyb 40% qishloq xo'jaligida foydalaniladigan yerlar sanaladi. Shu o'rinda diqqat qilishimiz kerak bo'lgan eng muhim jihat, bugungi kunda iste'moldagi yerlarning taxminan 33% turli darajada degradatsiyaga uchragan bo'lsa, qariyb 25% sho'rlanishdan aziyat chekmoqda. Bugungi kunda butun dunyo bo'ylab yer degradatsiyasi insoniyat uchun eng dolzarb ekologik muammolardan biri bo'lib kelmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining tahlillariga ko'ra, har yili 24 milliard tonnagacha unumdor tuproq eroziya yoki degradatsiyaga uchraydi. Boshqacha aytganda, yiliga 12 million gektar yer maydoni yaroqsiz holga kelmoqda. Bu degani o'rtacha har yili 20 million tonnadan ortiq don yetishtirish imkoniyati boy berilmoqda. Bu kabi global muammolar iqlim o'zgarishi, noqonuniy sug'orish, yerga noto'g'ri va ortiqcha kimyoviy ishlov berish natijasida sodir bo'lyapti. Bu esa nafaqat oziq-ovqat xavfsizligi, balki biosfera muvozanati va inson salomatligi uchun ham xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ayanchlisi, bu kabi muammolar mamlakatimizni ham chetlab o'tgani yo'q. Bugungi kunda 4,2 million gektar sug'oriladigan yer maydoni mavjud bo'lib, tuproqlarimizda sahrolanish, suv va shamol eroziyasi, degumifikatsiya va sho'rlanish kabi degradatsiya jarayonlari uchramoqda. Jumladan turli darajada sho'rlanishga uchragan yer maydonlari qariyb 2 million gektarni tashkil etadi. Shuningdek, tog'oldi hududlarida suv eroziyasi tufayli yerdan foydalanish unumdorligi sezilarli darajada pasaygan. Haroratning isishi bilan bog'liq ravishda qurg'oqchilik xavfi ham oshib bormoqda. Bu esa biroz unumdor yerni ham foydalanishdan chiqarib yuboryapti. Shu maqsadda davlatimiz rahbari boshchiligida yerning unumdor qatlamini saqlab qolish, sho'rlanish va chullanishning oldini olish hamda yashillik darajasini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasining tuproqni muhofaza qilish va uning unumdorligini oshirish to'g'risidagi qonuni hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qishloq xo'jaligi yerlari degradatsiyasiga qarshi kurashish, tuproqning gumus miqdori va unumdorligini oshirishni qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori sohada jadal ishlar olib borilishiga, ilmga asoslangan chora-tadbirlarni qo'llashga asos bo'lyapti. Hududlar misolida davom etamiz. Dastlabki lokatsiya Qashqadaryo viloyati. Viloyat hududining katta qismi lalmi maydonlardan tashkil topgan bo'lib, asosan g'alla va paxta ekishga ixtisoslashgan. Bugun sohada faoliyat yuritayotgan fermer dehqonlar o'z dalalarida bevosita ilmiy tadqiqot natijalarini qo'llashyapti. Xususan, Tuproqshunoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar institutining hududiy bo'linmasi bilan o'zaro hamkorlik yo'lga qo'yilib, bo'linma olimlari tomonidan tezkor tuproq tahlil natijalarining mirishkorlarga taqdim etilayotgani hosildorlikni oshirish va yerdan samarali foydalanishga zamin bo'lyapti. Muhim jihat, bugun soha olimlari ham zamon va taraqqiyotga hamohang ravishda faoliyat olib borishyapti. Ya'ni tuproq tahlillarida tezkorlik, aniqlik va shaffoflikka alohida e'tibor qaratilgan. Tuproq klinikasi mobil laboratoriyasi ishlab chiqilgan bo'lib, uning yordamida dalaning o'zida laboratoriyada amalga oshiriladigan tahlil natijalarini amalga oshirish imkoniyati mavjud. Bu esa ham soha olimlariga, ham mirishkorlarning og'irini yengil qilishga zamin yaratmoqda. Mobil laboratoriyamiz bilan dalaga yetib keldik. Dalani o'zida biz fermerlarga osonlik, qulayliklar yaratish maqsadida mana mobil laboratoriyamiz hamma jihozlari bilan kelganmiz. Bu yerda biz fermerlarimizning yerlarini agroximik kartogrammalarini yaratamiz va ularni qo'liga birdan hozir joyda o'zida topshiramiz. U fermerga qanday foyda? U o'zini yerini qandayligini biladi. Unda qanday fosfor ko'pmi yo kammi? Kaliy darajasi qanday ta'minlangan, gumus bilan qanday ta'minlangan fermer bemalol biz bergan ma'lumotlar orqali aniqlashi va shunga qarab yerdan foydalanishi mumkin. Maqsadimiz vaqtni tejash, tezkorlik bilan va sifatli darajada ma'lumotlarni egalariga yetkazish. Keyingi yillarda prezidentimiz tomonidan juda katta islohotlar amalga oshirilyapti. Mana natijasini ko'rib turibmiz. 20 gektar paxta maydonimga davlat tomonidan moliyaviy ko'mak ajratilgan. Mana shu moliyaviy ko'makning hisobidan biogumus mahsuloti bizning dalamizgacha yetib keldi. Beramiz, Xudo xohlasa, bu paxta maydonimizdan 50-60 sentner paxta yetishtirishni kutib turibmiz. Biogumus yerda meliorativ holatini yaxshilaydi, ozuqani yaxshi o'zlashtirishiga katta yordam beradi.
Bugun davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan ilmga asoslangan qishloq xo'jaligi degan g'oya ayni jarayonda o'z aksini topayapti. Olimlar mirishkorlar uchun nafaqat xizmat ko'rsatyapti, balki o'z bilim va tajribalarini dalaga chiqqan holda o'rgatyapti. O'zaro tajriba almashib, natijalarini amaliyotda qo'llashyapti. Qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlarimiz turli darajada sho'rlanishga uchragan. Xususan 205.8 ming gektar yer kuchsiz darajada, 39.8 ming gektar yer o'rtacha darajada, 10.8 ming gektar yer kuchli darajada va 5.4 gektar yer juda kuchli darajada sho'rlanishga uchragan. Mintaqaviy bo'linmamiz mana shu viloyatdagi 7 ta tumandagi sho'rlangan tuproqlarni o'sha monitoring qilish va sho'rlanish darajasini tuproq kartalariga tushirishlari bilan shug'ullanyapti. Tuproq kartalarini qilishligini asosiy maqsadi bu geoportalga bazaga joylanadi. Bu ma'lumotlar va istalgan yer egasi yoki qiziquvchi o'sha geoportaldagi bazaga kirib, o'sha ma'lum konturni oziq elementlari bilan ta'minlanganligi qanaqa, sho'rlanish darajasi qanaqa, sifat bo'yicha balvanitet bahosi qanaqa, qancha sentr hosildorlik belgilangan, g'allaga yoki paxtaga qancha hosildorliklar belgilanadi. Xullas, tuproq haqida ma'lumotlar bazasi yaratiladi. Mana shunda kerak bo'ladi va bundan tashqari o'sha tayyorlangan tuproq kartalari fermer xo'jaliklari, yer egalari o'sha yeridan foydalanishda qo'liga hujjat bir dasturul amal bo'lib xizmat qiladi va mana shu organik va mineral o'g'itlarni qo'llaganda tuproq kartalaridan foydalangan holda oziq elementlarini qo'llash hisobiga iqtisodiy jihatdan ham samaradorlikka erishadi. Prezidentimizning tegishli qarorlariga asosan tuproq unumdorligini oshirish maqsadida 381 ta fermer xo'jaliklarining 8500 gektar maydonda 5.156 million so'm subsidiya mablag'lari ajratilgan bo'lib, hozirgi kunda 7000 gektar maydonda 2450 tonna gumus o'g'it mahsulotlarimiz yetib keldi. Hozirda dalaga berish ishlari amalga oshirilmoqda. Gumus o'g'itli mahsulotlarimiz dala sharoitida shudgor bilan birga berildi. Maqsadimiz shundaki, tuproq unumdorligidan oshirib, paxta hosildorligini kelajakda 50-60 sentrga yetkazishdan iborat. Shuningdek, dala maydonlarida qanday o'g'it qo'llash mumkin, uning samarasi va kelgusi natijalari qanday bo'lishi borasida ham ishlar olib borilib, endi bo'y ko'rsatayotgan ekin maydonlarida qo'llash jarayonlari kechmoqda. Keyingi manzil Buxoro viloyati. Buxoro viloyati asosan cho'l hududida joylashgan bo'lib, yerlarining 60% dan ortig'i past unumdor yoki degradatsiyaga yuz tutgan. Ayniqsa Qorako'l, G'ijduvon va Olot tumanlari sho'rlanish va shamol eroziyasi bilan ajralib turadi. Mazkur viloyatda ham tuproqshunoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar institutining mintaqaviy bo'linmasi tashkil etilgan bo'lib, bo'linma olimlari tomonidan hududda tuproq holatini yaxshilash bo'yicha qator ilmiy loyihalar olib borilmoqda. E'tiborlisi, hududning holatidan kelib chiqib, viloyatning deyarli barcha nuqtalarida tuproqshunos olimlar o'z ishlarini olib borishyapti. Maqsad yerlardan ko'r-ko'rona foydalanish emas, balki yer bilan tillashib, uning aniq holatini bilgan holda unga mos ekin ekish choralarini ko'rishdir. Buxoro viloyatida olib borayotgan tadqiqotlarimiz tuproq unumdorligini baholash bo'yicha ishlar olib borilyapti. Bunda biz har 50 gektardan bitta asosiy kesma olamiz. 10 gektardan yordamchi kesmalar olinadi. Buni qilishdan maqsad tuproq unumdorligini aniqlash bo'ladi. Bunga qarab davlatimiz sentner belgilaydi. Paxta uchun 0.6, 0.4, bug'doy uchun 0.6 sentner. Har bir qo'yilgan bal uchun sentner aniqlab beriladi. Hozirgi kunda shunga qarab kredit moliyalashtiriladi fermerlarimizga qulaylik yaratish uchun. Bunda aniqlaydigan elementlarimiz asosan mexanik tarkibini aniqlaymiz, sho'rlanishini, gumusini, azot, fosfor, kaliy elementlarini aniqlaymiz. Bu qilinayotgan ishlarimiz fermerlar uchun tuproqqa hosildorlikni belgilash uchun asosan kerak bo'ladi. Mavsumda yer egalarining oldida turgan eng muhim masala ekin maydonlarining holati, tuproqning tarkibi va yerga qanday ishlov berish kabi jihatlar o'ylantiradi. Albatta, yerga berilgan e'tibor xirmon ko'tarilgan paytda o'z natijasini ko'rsatadi. Shu sabab bo'linma va fermer dehqonlar o'rtasidagi hamkorlik bugun uzviylikka ko'chgan. Ya'ni soha olimlari murojaatga qarab, belgilangan konturda doimiy ravishda tadqiqot ishlarini olib borishadi. Bizga yangi BMTning FAO tashkilotidan yangi texnologiya olib kelishdi. Bu asosan tuproq tarkibidagi pestitsidlarni, ya'ni bu tuproq tarkibidagi zararli kimyoviy moddalarni, gerbitsidlar, tuproqdagi begona o'tlar, zaharli moddalar, shularga qarshi moddalarni qanchaligini, ya'ni me'yorini bizga aniqlab beradi. Bundan bizga maqsad, ya'ni u pestitsidlar
foydali taraflari bo'lgani bilan bizga zararli moddalarga qarshi kurashsada miqdori ortib ketishi natijasida bu iste'mol qiladigan oziq-ovqat mahsulotlarimizga zararli salbiy ta'sir o'tkazadi va bu natijasida inson salomatligiga ham zarar kelishi mumkin. Shuning uchun bu texnologiyani keltirilganligi bizga juda ham foydali bo'ldi. Yana bir e'tiborli jihat, bugun ayni tizimda 3 tomonlama integratsiya, ilm, amaliyot va tajriba tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lib, institut bo'linmasida oliy ta'lim muassasasi talabalarining amaliyot o'tashlari va keyinchalik o'z bilimlarini dala maydonlarida qo'llash imkoniyati ham yaratilgan. Bizning universitetimiz, fakultetimiz ta'lim yo'nalishimiz doirasida ko'pgina sharoitlar yaratib berilgan. Ya'ni biza dars jarayonlarida ma'ruza bilan birgalikda amaliy mashg'ulotlarni ham olib borish imkoniyati bizda mavjud. Biza ma'ruza darslarimizda o'rgangan barcha bilim ma'lumotlarimizni biza laboratoriyada ko'rib o'rganamiz. Ya'ni tuproq tarkibidagi foydali mikroorganizmlar, tuproqqa zarar beradigan mikroorganizmlar yoki bo'lmasam o'sha tuproqning unumdorligini, ya'ni hosil oshirishga zarar yetkazadigan mikroorganizmlar yoki bo'lmasam tuproq tarkibida kaliy, fosfor, azot miqdorini o'rganish bo'yicha o'sha laboratoriya mashg'ulotlarini olib boramiz. Bu yerda barcha sharoitlar, imkoniyatlar mavjud. Bugungi kunda davlatimiz rahbari oldimizga qo'ygan asosiy vazifalardan biri har bir sohani ilm bilan amalga oshirishni va ilmga asoslangan soha. Aytaylik, bizning sohamiz qishloq xo'jaligi bo'layotgan bo'lsa, demak bizning sohamizning har bir yo'nalishiga alohida topshiriqlar mavjud. Va mana shu topshiriqlarni bevosita buni ko'r-ko'ron emas, har bir aytaylik bir urug' ekamizmi, uni ham ilmga asoslangan holatda amalga oshirishni bizlarga vazifa qilib belgilab berganlar. Mana shu vazifalar asosida biz hozirda talabalarimizni kutib o'tirayotganimiz yo'q. O'qishdan birgalikda dual ta'lim asosida har bir tashkilot va korxonalarga biriktirib qo'yibmiz. Agronomiya professional kafedrasi talabalari bu yerda o'zlarini amaliy mashg'ulot darslarini va laboratoriya darslarini olib borishyapti. Bu mutaxassislar hozirda o'sha dalada tuproqlarning o'sha belgilangan kesmalarini olib, ularning qatlamlarini tushuntirib va eng muhimi dalani o'zida mobil laboratoriyalar orqali tuproqning juda ham ko'p tarkiblarini aniqlash bo'yicha talabalarga demak tushuntirish ishlari olib borildi. Tuproqlarni joyida demak analiz qilib ko'rsatildi. Bu endi talabalarda yana ham o'sha qiziqishni uyg'otib, bu jarayonga bevosita qatnashishni demak oldilariga maqsad qilib qo'yildi. Bundan tashqari Buxoro davlat universiteti agronomiya professional kafedrasi va Buxoro hududiy bo'linmasida kafedraning filiali tashkil etilgan. Ushbu filialda demak professor o'qituvchilarimiz, magistr, doktorantlarimiz demak o'zlarini ilmiy tadqiqot ishlarini va o'sha amaliy darslarni, laboratoriya darslarini bevosita o'sha kafedraning filialida ajratilgan hududda olib borish ham bizda imkoniyatimiz mavjud. Navbatdagi manzil Xorazm viloyati. Hududning 80% sug'oriladigan yerlari o'rtacha va kuchli darajada sho'rlangan. Aynan shu sababdan Xorazm degradatsiya xavfi yuqori bo'lgan hududlardan biri sifatida belgilangan. Tadqiqotlarga ko'ra, sho'r yerni o'g'itlashda mahalliy organik resurslardan foydalanish unumdorlikni oshirishi kuzatilgan. Institutning Xorazm viloyati bo'linmasi tomonidan ham mavsumda jadal ishlari olib borilyapti. E'tiborlisi, bo'linma olimlari nafaqat Xorazm viloyati, balki Qoraqalpog'iston Respublikasiga ham tuproq xizmatlarini ko'rsatib kelmoqda. Prezidentimiz tomonidan institutimiz tashkil qilinishida chora-tadbirlar belgilab berilgan. Bulardan o'sha gumus miqdori, tuproqdagi gumus miqdorining kamayishi, sho'rlangan, ikkilanish, sho'rlanishga qarshi kurashish bo'yicha chora-tadbirlar belgilab berilgan. Shu jumladan prezidentimizning sohaga e'tiborlari tufayli Xorazm viloyatining Qo'shko'pir tumanida tuproqlardagi gumus miqdorini oshirish maqsadida organik o'g'itlar qo'llash ishlari amalga oshirilmoqda. Bizning mintaqaviy bo'linmamiz nafaqat Xorazm viloyati uchun, balki qo'shni viloyatlarda, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro viloyatlarida ham xizmatlar olib boradi. Mana shu qo'shni viloyatlarda xizmat olib borishimizdan asosiy maqsadimiz qo'shni viloyatdagi ilmiy tadqiqot institutlari bilan hamkorlikda integratsiyalarni yo'lga qo'yganmiz. Hozirgi kunda dalalarda tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan Buxoro viloyatining Olot tumani, Qorovul bozor tumanlarida tuproqning agrokimyoviy tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda va bu orqali g'o'za va g'allada kerakli bo'lgan mineral o'g'itlarning miqdorlari, me'yorlari aniqlab beriladi. Ahamiyatli jihati, dalalarda biogumusdan foydalanish uchun davlat tomonidan subsidiya ajratish mexanizmi joriy qilingan. Bu esa fermer dehqonlar uchun har tomonlama qo'l kelmoqda.
Xorazm millatında bir yine şu Qo'shko'pir tumani subsidiya beriladigan bo'ldi. Qaror chiqqanda to'g'risini aytganda fermerlarimiz ishonqiramay turdi. Shu haqiqatan ham berilmagan shu pul. Berilmasmikan degan maqsadda mana 25-yilda har bir gektar maydonga 1 milliondan subsidiya ajratib berdi. Xudo xolasa 25-yilda oldingi yilga nisbatan 10% shu yanqida ishlagan dalalarni 10% sentinerni oshiramiz deb niyat qilyapti. Bu endi shu prezidentimizga 1000 million rahmat deymiz fermerlar nomidan. To'g'risi ko'p yildan beri men qishloq xo'jaligida ishlayman. Olimlar dalaga kelib ishlamas edi. Hozir bizlarimizni Xorazm millati tuproqshunoslik institutining olimlari hamma dalaga kelib kontur o'rganib o'zlarini bilimini ber turdi. Negaki har qaysisini sho'rlanishi yoki bo'lmasa tuproqning tarkibidagi gumus mineral o'g'itga, mahalliy o'g'itga bo'lgan talabi har xil. Shularda bizlarga kartogrammada ko'rsatib berilib turibdi. Bugun tuproqni faqat dehqonning ko'zi bilan emas, ilm-fan, sun'iy intellekt va agrotexnologik innovatsiyalar orqali baholash davri keldi. Bunda yangi o'g'itlash texnologiyalarini qo'llash, dronlar orqali sho'rlanishni aniqlash, eng zamonaviy laboratoriyalar orqali tuproq tahlillarini amalga oshirish juda muhim. Ayni yo'nalishda belgilangan ishlar esa yaqin kelajakda o'z natijasini ko'rsatadi. Zero tuproq hayot belgisi. Uni asrash esa har birimizning ertangi kunimizga bo'lgan mas'uliyatimizdir.